Yo, Instagram qatorda shunaqa massajxona borligini bilarmidinglar? Ey, bu kasalxona bu, ebe. Ha. Bana qayerdan olding? 5-paladagi bemor kelgan ekan. Ay ay ay, yordam beringlar. Yordam beringlar. Nur bemorga yordam ber. Donoz güneylik. Aytdi. Nima bo'ldi? Ko'chaga bemor keldi, yordam beringlar. Hazillashdim, mazam bo'lmayapti, bitta ko'rib qo'yinglar. Bahonani taxlama ko'rib qo'yaylik. Bo'l. Xo'p, yechiring qani? Yana tamom og'riyapti. Ya, singlim uzr kechirasiz. Bu yangida bu shogird olish narsani bilmaydi. Noto'g'ri tushunmang. Yeching. Nima deyapsan, ey? Yaxshi qiz, o'rtog'im noto'g'ri tushunmang. Juda ham chiroyli ekansiz. Sir bo'lmasa qayerga ishlaysiz? Avtosalonda. O, qaysi avtosalon? Qashqadaryodagi Avtomilyon salonida ishlayman. Yanachi bizda eng zo'r mashinalar. Bizda skidka ketyapti. Bitta mashina olsangiz 40 litr benzin shundoq beriladi. O, boshlang'ich foizlari bilan yillik foizlari qanaqa? Boshlang'ich 10%, ay yillik 23.9. Nima qilamiz? Normal ekan, bitta olish kerak shu yoqdan lekin. Buni nima qilamiz yo'qmi? Buni operatsiya qilamiz, jilli bo'lganmi? Bahona taqdi. Nima operatsiyani kim qilmadik? Issiqda o'tirlab ketaman deb. Shu yaxshi. Persatga ber. Man. Bo'latmayapman-ku men, ebe. Instga o'rgan qo'yman-da. Ber. Zo'r. Mikrofon bormi? Bor. Ketdi, tampon. Tampon mana. Bo'ldi, qaychi. Mana qaychi. Tok qaychi, nima olib kelding beri? Bor yo'q, yuvinib kel. Men bildim. Bu bemorga temir modda ko'payib ketgan. Ebe, sen qayerdan bilding buni? Bu qaychi tushib ketdi, temir kishi. Bemorni yo'qotyapmiz. Qayerga yo'qotasan, jillimsan, tashqarida ota-onasi kutib o'tiribdi buni. Yo'qotsang o'ldiradi olsan. Yel. Bombani yechdim. Ha doktor, nima bo'ldi? Amaki bemorga kim bo'lasiz? Otasi bo'laman. Kechirasiz, boshqa qizingiz bormi? Bor. Muhimmi o'shattiring. Dobrana, hoppa, da yedilmiş zana, hoppa.